Nima qilyapsan bacham? Michael Jackson bo'lmoqchiman dada. Bu bo'lish bo'lsa bu nima bo'ladi ha bu kelajakda? Qanaqa odam bo'lar ekan? Yetishding. Ha. Kelajakka borib kelishimiz kerak. Nimaga? Bacham kelajagini ko'rib keling. Qanaqa odam bo'ladi, nima bo'ladi? Ismat, hozir biz 2050-yil o'tdik. Bachang ham senga o'xshab qarigan bo'lishi mumkin yoki o'lib ketgan bo'lishi mumkin. Oldin bachang topishimiz kerak. Bacham topishimiz kerak, ha? Kelgan chog'larda oldiz qo'shig'im aytganda yo'llarga qarang. Mana bacham-ku. Bu onangga guralga yurib ketgan-ku. Hozir urib o'ldiraman men. To'xta. To'q. Bitta urayman. To'q. Mumkin emas. Agar o'zi uni oldiga borsang, zamon Michael muvozanat buziladi. Tushundingmi? Buni oldingi zamona qaytib, oldin olish kerak. Oldingi zamona qaytib. Alkash. Sen alkash bo'lmoqchimisan? Ama aytmayman. Sen alkash bo'lmoqchimisan? Aytmayman-ku. Ko'rgim sezibdi men kelajakda bo'lmoqchisan sen. Agar ichganim ko'rsam, buni o'ldiraman, tushundingmi? Tushundingmi? Ko'nglim sezibdi men kelajakda sen alkash bo'lmoqchisan sen. Yo'q. Ko'zingga qara. Ko'zingga qara. Go'rimdan chiqib bo'lsa ham, tirilib borib sen urib o'ldiraman.